Bu mashinamizda chiski ishlari boshlandi. Oldiga yangi buffer qo'yib, mana shu motor otseklarini bitta tozalab, olib qolgan ikki mashinamizni epdim-ku, bitta tozalab, o'z-o'ziga chiroyli qilib marafet qilamiz dedim-ku. Kelgan holatda ko'rib turuvdinglar, mana shu invertor ustilarigacha nagar bo'lib, mana shu topli nagrevator, mana shu oppoq joylari ham qorayib yotuvdi. Mana hozir ximikat tayinlab, o'z-o'zi qo'lbola ximikat tayinlab, yuvib tozalab tashladik. G'ulomjon, men maslahat bering-da bizning kuzatuvchilarimizga. Mashinani yuvishmi, mana shunaqa motorning otsekini yo yuvishmasinmi? Ko'pchilik so'rashadi, yuvsanglar bo'ladi. Faqat akkumulyator buzib qo'yamiz. Klimatsimiz bitanani o'chiramiz. Bitanani o'chirib, shu lyoxkiy mana bu ko'piyli gubkada qilib bitta aylanib ishqalab chiqib turib, keyin bitta qurulatda arsib chiqasizlar chiroyli qilib. Faqat mashinani bir kun davomida haydash kerak emas. Mashina to'liq holatda, mana suvlari to'planib qolgan suvlarni qurib olish kerak. Shundan keyin akkumulyator ulab, keyin haydasa bo'ladi. Bu videomiz yoqqan bo'lsa, mashinamiz toza bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Yuvayotgan paytda ham ehtiyotkorlik bilan birinchi o'chirda akkumulyator pitanasini o'chirasizlar. Keyin ja unaqa ko'pilab, ehtiyot bo'lasizlar, yuvib tashlaysizlar. Mana shu datchilariga bu yerda endi datchi son sanoqsiz ehtiyot bo'lib, bitta lattani qo'llab yuvib chiqasizlar. Yoqqan bo'lsa, like layamisizlar.